Gezer nakşimiz her yanni Sadası yanrıtı Assalamualaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun biz Torontoning havosi jimjit, atganda sal yomg'ir yog'adigan chiroy. Keyin to'xtab qoldi. Demak, issiq bo'lyotdi. Demakchi, shu sog'lomlik mahsulotlarini ancha-muncha qilgan bo'ldim. YouTube kanalim, Saqliq YouTube kanaliga chiqadim, ammo qilib bo'lmadim. Hamda ba'zi qarindoshlar shundoq foydalanyapti. Foydalanib, bu elib haqiqiy unumini ko'rganlar bo'ldi. Shunlashqa shu naq maydon orqali qarindoshlarga bir tushuncha berib qo'yay deb o'yladim. Bu sog'lomlik mahsulotlari nيوسىكىن desa ko'pincha o'ylab bildik ekanmiz. Men yaqinda anglabdim. Köygününden köptür, kömügenden körse ölmeginin dep hammalarning bilgini tayinliq, bilmegende bilmez, kichik ishlar bo'lsin degandek. Shunga bu nيوسىكىن desam ko'pincha o'ylab terniki, ayollarning mahsulotlari deb biladi ekan, ammo bu veb-sayt nimasi, adresi nيوسىكىن bo'lgan bilan buning ichida Pharmanex Andinkin anti-age deb 3 cho'ng tarmoq shirkat bor. Shunga men 3 sinlam qilma, asosiy shu sog'lomlik mahsulotlarini Pharmanexni qilyapman. Demakchi, men u nيوسىكىن nima qilsam bo'ladi? Demakchi, uning a'zo bo'ldim. A'zo bo'lgandan keyin agar buningga qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, menga a'zo bo'lsanglar, masalan $100 narsa bo'lsa, $80 ala olaysizlar demakchi. Albatta buning foydasi haqiqatan yaxshi ekan deb men buningga a'zo bo'ldim. Buning tarixini so'zlab bersam, bu 30-yil bo'lgan Amerika Utah degan bosh shirkati. Buning tadqiqotchilar 75 ga yaqin tadqiqotchi olimlar tadqiq qilib yasaganki, demakchi shu boshda sizlar bilgandek shu terini asrash, terdagi hujayralarni yashatish qatorida başlagan şirketken to'q, keyin asta-asta shu badanning ichidagi a'zolarga, masalan, so'ngakniki, jigarniki, börekniki, maz bezi, minga har xil mahsulotlarni ishlab chiqaribdi. Demakchi, bu tabiiy mahsulot, ximiylik moddasi yo'q. Uningga men kepillik qilman. Shunga men yangi kirgan vaqtida 1-2 oy o'rgandim, uni o'rganish markazlari borki, buni tushunganlarmi, qilayotganlarmi borki, bo'libmi bu ayollar bekor aka o'siniga girim deganlarga qiziqadiganligi, mishadimi menga deganlar bo'ldi. Va buning ichida biz nيوسىكىن desam ternik ekan deb o'ylabdimiz, ichida sog'lomlik mahsulotlari bor ekan degandek. Shu to'g'risi savollarni hozir yozib so'rasanglar bo'ldi. Haqiqatan unumini ko'rayotgan qarindoshlar bor. Bo'libmi ayollarning hormonniki qalaymaqan bo'lishi, uyqusining nacharligi deganlarga nihoyat manfaat beryapti. Shunga to'g'risida ozroq so'zlab qo'yay dedim. Undan keyin erlarniki mazbezi kasalligimi nihoyat unumi bo'ldi ekan. Hatto uning videolari bor, hamda qiziqadigan qarindoshlar ayrimning qiz bo'ladi. Jinsiyatga oid bo'libmi ayollarniki balliq bo'lmagan qarindoshlarniki balliq bo'lgan ahvollarmi borki, unimi isbotlari bilan tushuntirgani bor. Agar albatta buningda savol so'rashga xijil bo'lganlar ayrimxonda savollarni qo'ysanglar bo'ladi. Demakchi, hamda bu mahsulotni qanday qilamiz degan chaqda men uni ayrim video qilib birdan tushuntirma. Uning ustiga biz buni qanday setib olish to'g'risida bilmaydigan qarindoshlarimiz ko'p. Shunga demakchi, hamda shu men ayrim bir so'z qilsanglar Messengerda bo'lamdi, WhatsAppda bo'lamdi degandek. Qilsanglar qanday qilish to'g'risida men so'zlab berma. Hamma davlat, dunyoning hamma davlati borki, ammo Turkiyada yo'q ekan. Turkiyada burun bor ekan, uni bilmadim nima uchun. Boshqa davlatlar Yevropada, masalan, Norvegiyadan avatganlarmi bor, Norvegiya tilida, Germaniya tilida degandek-chu. Shu har xil tillarda qilib shu
ba'zida masalan hamda bir davlatda bor narsa yana bir davlatda yo'q qilish ehtimolligi bor ekan. Shu davlatning ahvoliga asosan ishlab chiqarganlar-chu mahsulotlar. Shunga mush to'g'risida ancha-muncha tushuntirish beray dedim. Mening mush atrofimdami shu yaqinda shundaq setib olgan qarindoshlar bor. Shunga hamda bundaq narsalar albatta ko'p dunyoning hamma yerida. Ammo men o'zim qoyil bo'ldim bu mahsulotga. Uning ustiga tabiiy, masalan biz milliy tibobatnikini, Xitoy tibobatlarini tabiiy narsalar yasay deymiz-ku. Shunga o'xshash. Anandan keyin shu so'zlab ketdim, ovozim yaxshi chiqyaptimi? Qandoq bir ayanglamada hajizib qo'ysanglar bo'libdi-ki. Yaxshi chiqyotgan deb o'yladim. Shuni demakchi, bu mahsulotni ishlab chiqargan bu ishlab chiqarish boy dedim, 75 tadqiqotchi olimlar tadqiq qilib chiqargan-ki, buning eng cho'ng boshlig'i kim ekan desanglar, shu zukomniki, shu g'arbcha davolashniki hamda zukom dorilarini tadqiq qilib chiqargan odam. Ondan keyin shu balliq buqamaslik uchun yeydigan dori, Xitoychadan tarjima qildim o'zimcha. Ashunaq dorilarni tadqiq qilgan dangliq odam ekanda, shu odam bular biyaning boshlig'i ekan demakchi. Yana bir Xitoy bor ekan, Tayvanlik Xitoy o'xshaydi. U shu Xitoyniki o't cho'plarini tadqiq qilib qilgan, shuni birlashtirib tadqiqot qilayotganlar ekan. Shuni demakchi hamda buni men to'xtatib qo'ymadim. Nechisi dedi, "Voy sog'lomlik mahsulotlaring qanday olib ketdi" deb. Shunga hamda agar menga ishonsanglar, ishonish eng muhimi bir hisobda. Sinab baqsanglar bo'ladi, uni haqiqatan ta'sir kuchini yaxshi ekan. Mush atrofdagi olgan qarindoshlarmi shunday yaxshi fikrlarni beryotdi, ta'sir kuchini yaxshi ekan deb. Shunga hamda qanday savollar bo'lsa, shuni qoldirib qo'ysanglarmi Facebookga yoki bo'lmasa keyin menga so'z qilsanglarmi WhatsAppga yoqsanglar bo'ldi. Issiqda jiq so'zlamay hammalar xo'shaqmaydi qachon ham isib ketdi Avstraliyalardan boshqa yerlar deb o'ylayman. Bo'ldi hamsa shunchalik so'zlar hamda demakchi, bu sog'lomlik mahsulotlarimni hamda yana taqdim qilishga boshlayman demakchi. Bo'ldi hamsa xo'sh, hammalarning har vaqt xayrli bo'lsin.